ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir qism ulamalar nima uchun haqda chang turolmaydi? Bu yangilik emas. Tarix haqning yanida turishini rad qilib, botilga yantayoq bo'lgan ulamalar bilan to'lgan. Belki bundaq ulamalar burunqi zamonlarda hozirqidan ko'p. Ularda mukammal ilm bo'lmaganligi uchun shunday qilgan degan ko'z qarash to'g'ri emas. Men ba'zi yoshlarning shunday deganligini angladim. Bu to'g'ri qarash emas. Chunki ular Qur'on, hadis, usuluddin olimlarning so'zlari va nurg'un kitoblarni yodlagan katta olimlar. Demak, ularning haqda chang tura olmasligining sababi ilmning kamchilligi emas. Undaqda sabab nima? Sabab ularning qimmat qarashining buzilganligidir. Ular garchi ilm o'rgangan bo'lsa-mu, ammo olimlarda bo'lishga tegishli qimmat qarashni o'rganmagan. Burunmi va hozirmi universitetlarda, shariat fakultetlarida, madrasalarda va har xil saviyadagi maktablarda diniy ta'lim-tarbiyaga qattiq ahamiyat berilgan va berilyotidi. Ammo qimmat qarashga sal qaralyotidi. Haqiqat va adolatga cho'nqur ishinib, uning uchun fidokorlik ko'rsatish qatorliqlar yukitilmayotidi. Prinsipning manfaatining muhim ekanligini ularning qalbiga singdirmayotidi. Shunglashqa haqiqat va adolat shaxsiy va manfaat bilan to'qnashganda, haqiqat tarafda turmay, o'zining shaxsiy manfaatini haqiqatdan ustun ko'ryotidi. Chunki ularga nisbatan shaxsiy manfaat prinsipdan muhim. Ularga zulmga qarshi turish va mazlumga yordam berishning muhimligi cho'nqur o'rgatilmagan. Amaliyotda bo'lsa, zolimga qarshi turib mazlumga yordam berish mening huquqim, oddiy huquqimla emas, hatto yuz obro'yim, mol dunyorim va hayotimdan muhim degandek prinsiplar o'rgatilishi kerak edi. Ularga zolimning oldida botir bo'lish o'rgatilmagan. Shahidlar peshvosi Hamzaning tarixiy yuzakila tushuntirilgan. Zalim padişahni haqiqatga chaqirib, batildan to'sish natijasida o'ldirilgan qahramon kishining fazilati va tavranmas maydoni qalblarga singdirilmagan. Balki ularga zalim padişahga itoat qilish, hatto ularni nohaq urgan va mol-mulkini tortib olgan taqdirdami qarshi turmaslik o'rgatilgan. Amaliyotda bo'lsa, nohaq urgan va mol-mulkini tortib olgan taqdirdami qarshi turmaslik haqida kelgan hadisning sahih ekanligi haqida ixtilof bor. Demakki, ularga mushularni asosiy prinsip deb o'rgatilgan. Natijada ular sahih bo'lmagan dalillar bilan ummatni aldab, xorliqqa taslim bo'lishga undigan. Ularga nishonni aniq qilishning muhimligi o'rgatilmagan. Din, ummat, izzat va gullanish qatorliqlar islomning bosh nishoni. Islomning nishoni zolim hukumatga bo'ysunish yoki shaxsiy manfaatni ustun ko'rish emas. Ularga Fir'avnning sehrgarlarining uningga qarshi haqda mustahkam turganligi emas, balki sehrgarlar bilan Fir'avnning orasidagi muno dialogini o'rgatgan. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum idhan laminal muqarrabin. Sehrgarlar, agar g'alaba qilsak bizga cho'qim mukofot berilamdi deb so'radi. Fir'avn, ha, mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar dedi. Ashu sehrgarlarga haqiqat namoyon bo'lib Fir'avnga lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Seni, ya'ni sana ergashishni ixtiyor qilib, bizga kelgan Musoning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni yaratgan Allohni hargiz tashlamaymiz deganligi asla o'rgatilmagan. Afsus, ashu olimlar ularga berilgan mol dunyo bilan rohat farog'at ichida yashaydi. Olimlar qanday qilib haqda mustahkam tura oladi?
Olimning iddisi ilm va qimmat qarash bilan birga shakllanishi intayin zarur. Masalan, ular amaliyotda qilgan ishning to'g'riligiga ishonadi. Ammo bu xatolik bo'lsa, Qur'on, hadis va shar'iy ilmlarni cho'nqur tafakkur qilmasdan o'qiganlikning natijasi. Ularga shariat o'rgatilgan, ammo shariatning maqsadlari o'rgatilmagan. Shunglashqa hukumat mo'llilari o'ziga o'xshash hukumat mo'llillarini yetishtirib chiqadi va bu xil tarbiya zanjirisiman shaklda davomlashib mengiverdi. Bizning ilmga amal qiladigan, erkin, qimmat qarashlarga ahamiyat beradigan, hatto qimmat qarashni ilmdan muhim deb qaraydigan, Allohning huzuridagi savobning hammadan yaxshi va mangulik ekanligiga ishonadigan haqiqiy yangi avlod olimlarga ehtiyojimiz bor. İmam Hasan Basri mundaq deydi: Sen olimlarning ilmlari, donolarning hikmatlarini o'rganib, nodonlarning yo'lida mangdigan kishilardan bo'lma. Nodon kishining so'zini zulm va botilni iqror qilish nodonlarning yo'lidir. Diniy ilm o'rganayotganlardan umidim shuki, ilmga amal qiladigan, erkin fikr qila oladigan, qimmat qarashlarga ahamiyat beradigan olimlardan bo'lib yetishi kerak. Shundala haqda mustahkam tura oladi. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك